Umrning eng sof, eng beg'ubor rollari maktab sahnalarida ijro etiladi. Bu yerda niqoblar ortida haqiqiy iste'dodlar, parda ortida esa ulkan orzular yashiringan. Bugun biz nafaqat teatrni, balki kelajakning porloq yulduzlarini ham kashf etamiz. Manzil o'zgargan, lekin sahna har doimgidek ko'zgu tutishga tayyor. Pardalar ochilmoqda. Yana bir hududning yangi iste'dodlari bilan tanishtirishni boshladik. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan tanlovning hududiy bosqichlari davom etmoqda. Ayni damda hikoya qilmoqchi bo'lgan manzilimiz Navoiy viloyati bosqichida ham yoshlar faol ishtirok etishdi. Raqamlarga ko'ra, 19 mingdan ortiq jamoalar iste'dodlar bellashuvida qatnashish istagini bildirishgan. Aytish kerak, prezidentimiz tashabbusi bilan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi kelajak markazlari tomonidan o'tkazilayotgan tanlov o'quvchilar o'rtasida teatr san'atini keng targ'ib qilish va maktablarda teatr studiyalari faoliyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Mana bu yilgi mavsum 3-mavsum 19 mingdan ortiq o'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tishgandi. Mana shu tanlovda ishtirok etaman deb. Bu ham o'sha o'quvchilarning qiziqishi ortganligini bildirib o'tadi. Bu yilgi tanlovlarimiz juda ham yuqori saviyada tashkil etildi. Tuman shahar bosqichlarida 6 mingdan ortiq o'quvchilarimiz ishtirok etgan bo'lsa, har bir o'sha tanlovda hakamlarimizni boshqa tumanlardan olgan holda shaffof o'tishi, adolatli o'tishini ta'minladik. Eng munosiblari g'olib bo'lib viloyat bosqichida yo'llanmani qo'lga kiritishgandi. Mana bugun viloyat bosqichida 11 ta tuman shaharlarimizning jamoalari ishtirok etmoqda. O'ylaymanki, bu yilgi viloyat bosqichi ham yuqori saviyada o'tadi, chunki hakamlarimiz mana respublikadan xalq artistlari tashrif buyurgan. Buni munosib baholaydi degan umiddamiz. Shu kuni saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan 11 ta jamoa, 88 nafar iqtidorli o'quvchi viloyat bosqichida o'z mahoratini namoyish etdi. Tanlov nizomiga ko'ra jamoalar 2 shart asosida bellashdilar. Bizning maktab shartida ishtirokchilar 3 daqiqa davomida o'zlari tahsil olayotgan ta'lim maskanlarini badiiy va sahna ko'rinish orqali tanishtirib, uning yutuqlari, jamoaviy ruhi va o'ziga xosligini namoyon etdilar. Aynan Turon maktab teatr tanloviga qatnashar ekanmiz. Teatr tarixi, sahna madaniyati, sahna nutqi, qolaversa jadidlarning hayoti va juda ham ko'p kitoblarni o'qib chiqdik va bu bizga juda ham katta bilim tomonidan yordam berdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, Turon maktab teatr tanlovi bir sahnaga jamlash, bizlarni ya'ni bitta jamoani do'st sifatida shakllantirishga ham yordam berdi. Jamoamiz, ya'ni Shukur Burxonov izdoshlari jamoasi 3 yildan buyon Turon maktab teatr tanloviga qatnashib kelmoqda. Shu yilgi mavsumda yangi kreativ g'oyalar bilan viloyat bosqichiga keldik. Biz ikkinchi shartga tayyorlagan asarimiz Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar asari. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan Turon maktab teatr respublika tanlovini Navoiy viloyat bosqichida bo'lib turibmiz. Navoiy viloyat bosqichida maktab tanlovidan boshlangan bu tanlov tuman shahar bosqichlariga, mana viloyat bosqichiga yetib keldi. 11 ta tuman shahar Navoiy viloyatidagi bugun ishtirok etmoqda. Ushbu tanlov 3-yil o'tkazilayotganini hisobga olsak, 1-yil Navoiy viloyatidan 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi g'olib bo'lgan bo'lsa, 2-yil Zarafshon shahridan 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi respublika bosqichida ishtirok etib kelgan. O'quvchilarimizga barchasiga omad tilayman. Ma'lumki, Turon maktab teatri tanlovi o'quvchilarda notiqlik san'ati va sahna madaniyatini shakllantirish, teatr studiyalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy va intellektual qobiliyatini rivojlantirish hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida tashkil etilmoqda. Shuningdek, tanlov chekka hududlardagi iste'dod egalarini ham katta sahnalarga olib chiqishga imkon bermoqda. Xususan, Nurotaning Chuqurquduq qishlog'i olis manzillardan biri hisoblanadi. Ushbu tumandagi 35-maktabning qadam jamoasi ham ushbu loyihada qatnashmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, kelajak markazlari tomonidan olib borilayotgan targ'ibot natijasida loyiha olis manzillarda ham yangi yulduzlarni kashf etilishiga hissa qo'shmoqda.
Bizda juda katta hayajon bor edi shu paytlarda. Lekin ustozlarimizning motivatsiyalari bilan bizlar shu joylargacha yetib keldik. Nurota tumanining chekka qishloqlaridan biri bo'lgan Chuqurquduq qishlog'ining 35-maktab qadam jamoasimiz. Hudud bosqichida ham, tuman bosqichida ham faxrli birinchi o'rinlarni egalladik. Bu tanlovni tashkil etgan prezidentimizga rahmat aytmoqchimiz. Bu tanlov orqali biz ko'plab asarlarni esda saqlab qolyapmiz. Bugungi sahnada biz Said Ahmadning Kuyov asaridan parcha olib chiqmoqchimiz. Turon maktab teatri tanlovi bu shunchaki bellashuv emas. U yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalaydigan, ajdodlar merosini anglashga undaydigan, sahna orqali hayotni his qilishga o'rgatadigan katta maktabdir. Eng muhimi bu tanlov kelajak egalarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etib, ularning iste'dodini kashf etish, nutq va sahna mahoratini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Biz 22-maktab Navoiy shahri nomida qatnashyapmiz. To'g'risini aytsam, tayyorlanish jarayonlari oson bo'lmadi. Albatta, raqobat juda ham kuchli, ayniqsa mana shu tuman bosqichida. Shaharda ham birinchi o'rinni olish oson bo'lmadi. Endi viloyatga chiqib yanada raqobat kuchli bo'ldi. Hamma maktablar juda ham kuchli tayyorlangan. Hozir sahnada rosa hayajon kuchli bo'ldi. Buni bosishga harakat qildik. Prezidentimiz tashkil qilgan bunday tanlovlar juda ham o'z samarasini bermoqda yoshlar uchun deb o'ylayman. Biz ham yurtboshimizga rahmat aytamiz. Shunday shart-sharoitlarni yaratib berganlar uchun biz ham ularni ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Teatr inson qalbini tarbiyalaydigan, ma'naviyatini yuksaltirib, tafakkurini boyitadigan beqiyos san'at maskanidir. Sahna asarlari go'yo ko'zgu misol tomoshabinni o'z ichki olami bilan yuzlashtiradi. Uni mushohada qilishga, xulosa chiqarishga undaydi. Shu bois teatr san'ati insonni har tomonlama kamolga yetkazuvchi tirik va ta'sirchan maktab hisoblanadi. Yerset Saidboyev Konimix tumani Turon avlodi jamoasi a'zosi. Uning maktabida darslar qozoq tilida olib boriladi. Shu sababli ushbu suhbatdoshimiz ikkinchi shartda biroz qiyinchiliklarga duch kelganligini aytadi. Asardagi ayrim o'zbek atamalarini o'zlashtirishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelgan ekan. Shunga qaramay, jamoa katta ishtiyoq va mehnat bilan sahnaga munosib chiqish qilishga intilganligini ta'kidladi. Albatta, tuman bosqichida bizda hayajon bo'ldi. Tuman bosqichiga biz qariyb 1,5 oy tayyorlandik. Hozir viloyat bosqichiga tayyorlanib kelib, hozir birinchi shartni yakunladik. Albatta, hayajon juda kuchli. Endi ikkinchi shart asarlar. Sahnaviy teatrga navbat keladi. Chingiz Aytmatovning Asrga tatuvlik kun asarini olib chiqib beramiz. Ya'ni teatrda boricha yoritib berishga harakat qilamiz. Maktabimizni nomini himoya qilamiz degan umiddamiz. To'g'risi bizda qiyinchiliklar bo'ldi. Sababi endi Qozoq maktab bo'lgandan keyin o'zbek tilida uncha-muncha gaplashmaymiz. Deyarli gaplashmaymiz desa ham bo'ladi, lekin o'zbek tilida gaplashib bilamiz muloqotda. Asarlarda shunday iboralar borki, bizning tilimiz qaytmaydi. Shuni ustida, ya'ni 1,5 oy davomida shuni ustida ishlab, tuman bosqichida birinchi o'rinni oldik. Shu yergacha yetib keldik. Teatr bu ibratxonadir deb Mahmudxo'ja Behbudiy jadid bobomiz aytib ketganlar. Har bir bola teatrga qiziqishi kerak. Nafaqat bu teatr orqali biza sahnaviy ko'rinishlar, balki nutq so'zlashlarni, sahnaviy asarlarni o'qishlarini, tushunishlarini chuqurlashib tushunib boryapmiz. Ikkinchi shart teatr ibratxona, sahna spektakli bo'lib, unda jamoalar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etuvchi, tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlarni sahnalashtirdilar. 15 daqiqalik chiqishlar davomida yosh havaskorlar obrazga kirish, his-tuyg'ularni yetkazish va tomoshabinni o'ylantira olish borasida o'z salohiyatlarini to'liq ko'rsatib berishdi. Sen yerga ter to'kmagansan. Sen o'zbeklar yerga ham pora bergansan. Adolat bormi o'zi? Ey! Bu yer qizil zona. Bu yerda adolat bo'lmaydi. Bu yerda inson qadr-qiymati, o'rnomusi yo'q. Qizil rang bilan o'ynashma. Qizil rang, qon rang. Xo'sh, sen baland bo'lsang, seni kim yo'qlaydi, ha? Raisingdan tortib, baringni qiraman. Jamoliddinov Abdulqodirovich, paxta ishi bo'yicha 8 yil ozodlikdan mahrum etilsin.
qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu tanlovda har bir jamoa o'zining kuchini va iqtidorini ko'rsatib kelmoqda. Umuman olganda o'zimizga bo'lgan ishonchni, iqtidorni umuman namoyish etish imkonini bizga berdi. Bu tanlovda qatnashganimizdan o'zimizda qanaqa qobiliyatlar borligini va aktyorlik mahoratlarini sinab ko'rdik. Umuman bunaqa qobiliyatlarimiz borligini aynan shu tanlovda qatnashib bildik biz. Va o'ylaymizki, bunaqa tanlovlarning ko'pligi biz yoshlar uchun berilayotgan imkoniyat va biz bu imkoniyatdan qo'limizdan kelguncha harakat qilib, albatta yurtboshimizning ishonchini oqlaymiz. Har bir spektakl ortida oylar davom etgan mehnat, izlanish va jamoaviy uyg'unlik yotgani sahnada yaqqol sezildi. Dekoratsiya, sahna bezaklari, yorug'lik va hatto eng kichik detallargacha e'tibor qaratilgani tanlov saviyasini yanada oshirdi. Hakamlar hay'ati a'zolari bo'lgan taniqli san'atkorlar tomonidan har bir sahna asari puxta tahlil qilinib, ishtirokchilarning aktyorlik mahorati, nutq va sahna madaniyatiga alohida baho berildi. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bir tomondan o'zimizni ham bolaligimiz esimizga tushdi. Hozirgi bolalar eng baxtli bolalar deyman, chunki ular uchun imkoniyatlar juda keng yaratilgan. Endi buni yutuqlarini sanab, sanoqga yetmaymiz, chunki juda katta yutuqlari bor. Juda bo'lmaganda boshqa kasb egasi bo'lganda ham shu Turon teatr studiyasida qatnashganlar o'z fikrini bildira oladigan darajadagi bir mutaxassis bo'ladi-da. Biz baribir endi bular professional emasligini hisobga oldik, chunki professional darajada qaraydigan bo'lsak, adashamiz. Shu uchun bularga o'sha havaskor va qolaversa ularni topilmalariga, ko'proq o'sha ijodlarini qaytariqmas joylarini qidirishga harakat qildik. Eng muhimi sahnada tushunyaptimi bular bir-birini? Agar tushunayotgan bo'lsa, shunga qarab bahosini qo'ydik. Mayli u qaysidir darajada bo'lishi mumkin, lekin bir-birini tushunib gapirsa, bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Said Ahmadning Fuqromanni olib chiqdik. Sahna orqali yoshlarni insonparvarlik, fidoyilik, vatanparvarlikka chorlaymiz. Bu sahna orqali o'zim rolimdan kelib chiqib, onamni tushunishga harakat qildim. Mana hozir sahnada qizim ona rolini, Fuqromandan ona rolini bajardi. Shunaqa ta'sirlanib ketdimki, o'zim yig'lab yubordimda, mana faxrlanib ketdim qizimdan. Juda ham boshqalar ham mana olqishlarida o'zim ta'sirlanib ketdimda, xursand bo'ldim. Prezidentimizga katta rahmat, mana yoshlarga shunday imkoniyatlarni berib qo'yganlar, yo'l ochib berganlar. Bundan-da martabasi ulug' bo'lishini xohlayman. Ustozlariga rahmat deyman. Qancha mehnat singan ustozlarni biz ota-onalar farzandlarimizni bunaqa yutuqlardan xursand bo'lib yuraylik. Sahna yorug'ida farzandining obraziga kirib jonli ijro etayotganini ko'rgan ota-onalar hayajonini yashira olmadi. Ular bu lahzalar haqida so'zlar ekan, ko'zlariga yosh kelganini, iste'dodli farzandning onasi ekanligidan cheksiz faxr va quvonchga to'lganliklarini aytishdi. Ona sifatida endi bu yil ikkinchi marta qatnashish o'g'limni juda ta'sirlandim, lekin bunday rolga uni ko'rmagan edimda. O'zimni tutib tura olmadim. Menga shu bajargan roli juda yo'qdi. Mana bu yerga kelib o'zim to'g'risi yashinchi kelganman. Kirishga qo'ymadi, siz oldingizda ishtirok etsam bajara olmayman dedi. Yashinchi kirdim, lekin o'g'limni bugungi yutuqlarini ko'rib juda ham mamnun bo'ldim, xursand bo'ldim. Shu Turon teatrini tashkil qilgan yurtboshimizga kattakon rahmat. O'g'limni bunday qirralari borligini ko'rmagandim. Turon maktab teatri tanlovi nafaqat o'quvchilar, balki ustozlar uchun ham katta mas'uliyat maktabidir. Har bir sahna ortida o'quvchilarning sabr-toqati, izlanishi va tinimsiz mehnati mujassam. Ular o'quvchilar bilan birga asar tanlaydi, rollarni taqsimlaydi. Har bir obraz ustida qayta-qayta ishlaydi. Sahna nutqi va harakatlarini mukammallashtirishga katta e'tibor qaratadi. Oylar davom etgan tayyorgarlik jarayonida ustozlar nafaqat yo'l yo'riq ko'rsatadi, balki yoshlarning qalbiga san'atga muhabbat, jamoaviy va mas'uliyat tuyg'usini singdiradi. An'anaviy tarzda o'tkazilib kelayotgan Turon maktab teatri shu yil yangicha shukuh, yangicha ruh bilan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, kelajak markazlari hamda Madaniyat vazirligi tomonidan tashkil qilindi. Bu o'zgacha shukuh bilan o'tyapti. Mana 3 yil mobaynida, bu shu yili 3-yil Respublika teatr tanlovida biz o'zimizni
Karmana tumanidagi 3-maktab jamoamiz, ya'ni Shukur Burxonov izdoshlari jamoasi bilan ishtirok etib kelmoqdamiz. Bu tanlovning saviyasi yildan-yilga oshib borayotganligini guvohi bo'lib kelmoqdamiz. Chunki har bir o'quvchilarni izlanishga, o'z iqtidorini ko'rsatishga katta imkon yaratmoqda. Qolaversa, ularning kitobxonlik madaniyatini oshirmoqda. Balki o'quvchilar, biz o'qituvchilarda ham mas'uliyatni, teatrda ishlash madaniyatini, teatr sohasidagi bilimlarimizni oshirishga, o'qituvchi jamoamizni birlashishiga bu tanlov sabab bo'lmoqda. Tanlov yakuniga ko'ra, Xatirchi tumanidan kelgan 5-maktabning Turon yulduzlari jamoasi 3-o'rinni, Karmana tumani 3-maktabning Shukur Burxonov izdoshlari jamoasi 2-o'rinni, Navoiy shahridagi 22-maktabning Kelajak jadidlari jamoasi esa faxrli 1-o'rinni egallab respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Uch yildan buyon shu tanlovga qatnashib kelyapmiz. Bugun va nihoyat 1-o'rin va respublika yo'llanmani qo'lga kiritdik. Nasib bo'lsa yana bundan katta yutuqlarga erishish niyatimiz bor. Yanada qattiq ishlaymiz o'z ustimizda va yanada yaxshi natijalar erishishga harakat qilamiz. Navoiy viloyatidagi saralash jarayonlari haqida sizni qisqacha xabardor qildik. Biz ijodiy jamoamiz bilan navbatdagi manzildan ana shunday qizg'in jarayonlardan yetkazishda davom etamiz. Jarayonlarni kuzatib boring.